Assalomu alaykum, Gulsevar, Gulshaydolari, opa-singillar. Bugungi mavzumiz Kalonxo'ya haqida. Bugun mana bu Kalonxo'ya Kalon deydi ikkalasi. Mana bular Kalonxo'ya Velosifilda. Mana bu Kalonxo'yani qanday nomini bilmaymiz. Agar bilganlar bo'lsa, kommentariyada yozingizlar, iltimos. Qanday sortga mansubligini bilib olamiz. Kalonxo'ya tabiatda u sharoitida o'sgan payti yarim buta shaklida o'sadi. Bu sukulent o'simlik. Sukulent o'simlik bo'lgani uchun barglari qalin bo'ladi-da, barglarida suv saqlab qolish qobiliyatiga ega. Shuning uchun ham Kalonxo'ya gulini tuprog'ini quritib sug'orish kerak. Ha deb sug'oraversa, tomiri chirib ketishi mumkin. Kalonxo'ya yozda 20-25 issiqlikda, qishda esa temperatura 10 issiqlikda o'stirilsa yaxshi bo'ladi. Yoshligida har yili ko'chirib o'tkazish kerak, kattaygandan keyin har 2 yilda bir ko'chirib o'tkazish mumkin. Biz hozir bultur mana bu Kalonxo'yamiz gullamadi. Bu gullamagandan keyin endi buni cherinka qilamiz deb kesdik. Mana bu yerdan 2 joydan kesdik-da, cherinka qildik. Mana bu yerga ekdik. Tipa nimalari, lekin bu turgan joyda gulladi. Agar cherinka qilib kesmaganimizda qiyg'os gullashi mumkin edi. Mana bular hammasi mana shu bitta nimadan Kalonxo'ydan cherinka qilib olingan. Bunga hech qanday dori o'g'it berilgan yo'q. Hozir endi videomizda shuni boshqa tuvaklarga ekish nimasini ko'rsatib bermoqchiman. Mana bunday mayda tuvakchalarga ekmoqchi edim. Mayda tuvakchaga eksam 8 ta mayda tuvakcha bo'ladi deb bu fikr menga yoqmadi. Keyin tuvakchani olib qo'ydikda bunday joyga ekmoqchi bo'ldik. Bu yosh cherinkalar uchun chuqurlik qiladi deb buni ham bo'lmaydiga chiqardikda. Mana bunaqa qutiga ekishni lozim topdik. Qopqog'ini tagiga drenaj nimasida suv oqqanda qopqog'ini tagiga qo'yib qo'yamiz. Ham ixcham, ham yaxshi deb shunga ekmoqchi bo'ldik. Mana tagiga drenaj uchun tosh to'shadik. Bu yerda tuproq tayyorladik. Tuproqni mana bu sukulent bo'lgani uchun mana bir hissa qum soldik. Mana qurilish uchun bolalar olib kelgan qumda mana katta yirik nimalari bor. Buni yirik ko'zli nimadan ilab, yuvib, tozalab bir hissa qumdan soldik. Bir hissa tomorqan tuprog'idan soldik. Bir hissa nimadan soldik? Terakzorda nima bargli tuproq shundan soldik. Bir hissa torf soldik va bir mana ozroq nimadan soldik? Mana penoplastdan. Buni hozir bu yerga solamiz. Tuproq solib olaylik. Endi buni kecha sug'orib qo'ydik, olish osonroq bo'lsin uchun. Kalonxo'ya juda tez tomirlaydi. Mana barglari ham bor. Tipa qismi chiroyli tomirlagan. Bu barglari yaxshi tomirlagan. Mana tuvakchadan qo'parib oldim. Mana bu poyasi. Mayda turganda poyalarini bari chiqargan. Endi o'sib ketadimi yo'qmi ekib qo'yamiz. Mana bu poyasi ham bari chiqargan. Endi buni ekib chiqamiz. Chekkaroqqa kattarog'ini eksak yaxshi-da, Tasini ekdik. Endi shu tarzda hammasini ekamiz. O'zi 8 ta dona ekan. 8 ta dona ekan, joyda mo'ljallaymiz. Bittadan ekamiz.
Bu 8 ta, mana chirinkamiz 8 ta ekan. Hammasini ekib olamizda, bu barglarni shu o'ziga qaytarib ekib qo'yamiz. Mana o'zi 8 nafar, 4 qator bu tomonga, 4 qator bu tomonga ekdik. Nasib bo'lsa hamma tutib ketadi, chunki hammasini tomiri bor. Qolgan barglarini mana yaxshi tomirlagan. Mana yaxshi tomirlagan. Mana. Boshqa tuproq qilib turib, bu yerga ekib qo'yamiz. Bunisi kattaravergandan keyin ortiqchasini nima qilamiz? Hozircha indamaymiz, hammasi birdek kattaraversin. Mana bu gullay degani. Bunisi ham shunday. Mana bu ikkita shoxni, bitta tepa shoxi, bu ikkinchi tepa shoxi. Mana bu kalonqoyi bultir bargidan ekilgan. Bargidan ekilgan kalonqoyi mana ko'chirib o'tkazganmiz. Bu kalonqoyi uydagi boshqa kalonqoydan olingan. Buni bargi surti boshqacharoq chog'imga, rangi ham boshqacharoq. Shu bilan kalonqoyani ko'chirib o'tkazish haqidagi videoni tugatamiz. Xatosi bo'lsa uzr so'rayman. Videomiz manzur bo'lgan bo'lsa obuna bo'ling, like bosing. Rahmat.